Assalomu alaykum, aka-ukalar, barcha-barchalaringizga xayrli kun tilaymiz. 2026-yil hazda bugun Alloh nasib ro'za aylasa 10-iyul muborak juma kuni oqshomgi ko'rsatgan bu qonimiz Akbar qassob so'ydi go'sht kamarada qisqacha videorolik qilib sizlarga ko'rsatamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ava yaxshimisiz? Akbarbek, yaxshimisan? Sog'liqing, omonmisan? Harma. Ishlaring yomon bo'laversin. Oqshomgi Sashaboratni o'kizini so'ydim xudo xolasa. Necha kilo go'sht berdi? 280 kilo 00 geldi bana. Zo'rba qilgan edi, ha? Chiroyli baqilgan edi. Yağım çıqqani yo'q o'kishdan. 3-4 kilo yağ chiqqan bo'lsa. Buni yaxshi bu klientni yaxshi ko'radi o'n. Qarangina. Go'shtni rangina baho berasizlar. Zo'r. O'zi bo'yin sotib bo'psan buni, ha? Yo. Azon bilan. Xudo xolasa qadrdonlar sotuvda qismi kanarada ko'rib turganlaringizdek, men tarafda arqa kanarada sonlar, arqa elde qo'l, undan tashqari xolodilnikda, morozinlikdan ham bo'ladi. Azda xudo xohlasa yurak bag'ir, qarin tuyoq, steklik, shashliklik, jon hammasidan bo'ladi xudo xolasa qadrdonlar. Suyakni xohlagan shaklda kesib beradigan katta kichik mikrobkalar xizmatda bo'ladi. Xudo xolasa xohlagan yeringizdan, xohlagan joyingizdan, xohlagan qismingizdan xarid qilishlaringiz mumkin bo'ladi qadrdonlar. Ehson qilaman, xudoy qilaman yoki bo'lmasa tamaddihan ishatamandan yurtdoshlarimiz uchun kelishilgan narxlarda beriladi go'sht xudo xolasa. Akbarbek, mijozlara gap so'zing bo'lsa bemalol aytishim mumkin. Kelaverasizlar xudo xolasa. Sifatli bukan go'shtni yemandasin. Dim yaxshi. Qadrdonlar, bir layklarni bosing, iltimos izohlarda fikrlaringizni yozing. Xudo xohlasa, kimda kim yaxshi niyat bilan musofirchilikda yurgan bo'lsa, Allohim umr kunlari ro'zana kasb-korina baraka ato qilsin. Sog' omon bo'linglar. Kamida shunday buqalardan 100 dan 50 dan boshliqni Alloh nasib etsin. Akbarbek, omad ishlariga. Rahmat.